Mana bu bosdim ulan. Mana bu Chiroqchi tumani Qo'riqsoy qishlog'ida bo'ladigan taomlarga har bitta ro'zg'ordan keladigan ovqatlarni mana shu qozonga solinib, yana qaytarib ozroq uyiga berilayotgan. Mana ko'ryapsiz, qanday ovqat bo'lishini qaydingizda sho'rva, osh, chuchvara hammasi farqi yo'q. Qatovli oshlar hammasi mana shu ketyapti. Mana bu yerda odamlar shuydan bir kasa ichyapti. Buni urf odatini mana bu yerdagi boladan so'raganimizda bu urf odat qadimiy 200 yil, 300 yilga borib taqalayotgan. Bu urf odatni azaliy taomlardan ekan. Qo'shib ovqatlanish, bir-biriga bo'lgan mehr muhabbatni oshirayotgan. Keyin chorvachilik, mana shu ayniqsa chorva bilan shug'ullanadigan joylar mana ko'rib turibsizlar. Dash joy. Sut, qatiq ko'p bo'lishligi uchun, bir-biriga bo'lgan mehr muhabbat oshishi uchun mana shunday taomlar qilinayotgan bu yerda. Pishib kelgan ovqatni mana shu qozonga solinib, yana qaytarib mana shu xalqqa tarqatiladi. Qarang. Mana yana bitta keldi. Mana qarang. Keladigan O'zbekistonning qayerida yana mana shunday narsalar bo'lishligini tashlab qo'yasizlar, izoh berasizlar. Qarang mana bu. Mana qarang. Qarang, mana bu dasturxondagi hamma narsalar. Qarang, hammasi qatiqlar ichida. Voy namoz aka. Bosh palovlar solinyapti, farqi yo'q. Biz sal kech kelib qolibmiz. Bu yerda sho'rva ham solingan, manti ham solingan buning ichida. Hamma taom bor. Mana yana kelyapti mana. Videoga tushiryapman. Yaxshilab bizlar ham. Kimdir o'zicha. Mana bu bir qariya buvamiz bor, bu odamlar bir fikr bildiradi. Bu taomni kelib chiqishlarini qanday o'zgacha emas. Eski ota bobolarimizning bu odat bo'lib qolganda bular. An'ana. Ha, shu ota birlikamiz, qishlog'imizning birliklarini qozonga bitta ovqat solib, hammamiz taomni tortib yeyish. Ha, bir-biriga bo'lgan mehr muhabbat. Keyin so'kib bo'lmaydi, birov taomini yegandan keyin. Qozondan hammamiz birlikda ovqatlanamiz. Mana ko'ryapsiz, mana qarang, taomni qarang. Mana keladigan ovqatlar hammasi mana shunga solinib, mana otaxonimiz chiroyli gapni aytdi.